Menga kasbingizni aytmang, 2 daqiqa ichida sizga savollar berib kasbingizni topishga harakat qilaman. Agar topa olmasam, sizga ishonchdan sovg'a berib yuboraman. Rozimisiz? Roziman. Agar hozir shu yerdan 100 kishidan so'rab chiqsak, nechta kasbdoshingiz chiqadi deb o'ylaysiz? Taxminan. Bu atrofda kasbdoshim chiqmasligi mumkin. Shifokormisiz? Yo'q. Voh, siz maosh berasizmi yo faqat maosh olib ishlaysizmi? 50-50. Unda boshqa qilishingiz mumkin. Siz bankda ishlaysizmi? Siz maoshingiz 10 million so'mdan ko'pmi, kammi? Kam. Odatdagi o'zbekistonliklar kabi. Haydovchimisiz? Yo'q. Ishingiz ko'proq jismoniy mehnat talab qiladimi? 50-50 da. Jismoniy ham, aqliy ham. Yo'qda sotuvchi bo'lib ishlaysizmi? Yo'q. Ishingiz uchun maxsus kiyim forma so'raladimi? Bizni ishda so'ralmaydi. Siz tadbirkormisiz? Yo'q. Sizni ma'lumotingiz oliymi? Shunday. Siz blogermisiz? Yo'q. San'atkormisiz? Yo'q. Siz operatormisiz? Yo'q. Bu akamizni kasbini topishga men juda ham qiynaldim. Do'stlar, izohlarda qoldirib keting va samarqandlik bola YouTube va Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizga ishonchdan sovg'amiz bor. Rahmat.